Erkaklar nega ko'chadagi muammolarini ayollarga gapirib bermaydi? Agar hammasini aytib bersa, baxt ayollarga tatimay qoladi. Erkak biladi, tashqaridagi og'irlik, shafqatsiz kurashlar, adolat izlab ado bo'lishlar ayol qalbini sindirib qo'yadi. Shuning uchun ham erkak jim bo'ladi. Kun bo'yi ko'chada ko'ngliga og'ir tushgan muammolarni, odamlarning qattiq so'zlarini, hayotning sinovlarini ichiga yutadi. Uydagi ayolini, bolajonlarini quvnoq ko'rishni xohlaydi. Shuning uchun uyga kirganda yuzda tabassum, ko'zlarida quvonch bo'ladi. Chunki u o'ziga omonat qilib berilganlarni qiynashni xohlamaydi. Erkak faqat o'z hayoti uchun emas, butun oila taqdiri uchun javobgardir. Bu yo'lni faqat chin yigitlar, haqiqiy erkaklar yengib o'ta oladi. Oilasi uchun doimo harakatda bo'lgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin.